Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun men sizlarga eng oson chakchak retseptim bilan bo'lishaman. Xamirimizni yumshoq, mayin bo'lib chiqishini siri shundaki, 5 ta tuxum sarig'i va 3 ta tuxum oqini solib, ustiga tuz va chayni soda solib, yaxshilab mikserlaymiz. Ustiga undan oz-ozdan solib, yumshoq xamir qilamiz. Xamirimizni 15 minutga stretchlab olib qo'yamiz. 15 minutdan keyin olib, yana yaxshilab mushlab, yana tindirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha qiyom tayyorlab olamiz. Shakar ustiga suv solib qaynatib olamiz. Asal solib quyulguncha qaynatib olamiz. Endi xamirimizni yupqa qilib yoyamiz. Xamirimiz yarmiga yog' surib, ikkinchi yarmini ustiga yopamiz. Salomka shaklida to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'da chakchaklarimizni pishirib olamiz. Mana chakchakimiz tayyor bo'ldi. Ustiga qiyomdan quyib, yaxshilab aralashtirib, qolipga joylaymiz va ustini yong'oqlar bilan bezatib olamiz. Mana eng oson va eng mazali chakchakimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.